Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram Registon muxlislari, aziz tomoshabinlar. Mana bugun yana siz azizlar bilan diydorlashib turibmiz. Bugun sizlardan kelgan savollarga ustozimiz Obidxon domla Abdulhamid o'g'illaridan javob olamiz inshaalloh. Ustoz, xush kelibsiz. Qadamingizga hasanat. Ustoz izinlarini olib, bevosita savolga kirishamiz. Ustoz, bugun quyidagi savollar bilan kirish qilamiz. Assalomu alaykum Registon TV a'zolari. Mening savolim quyidagicha. Hozirgi ommalashib borayotgan o'g'il bolalarning soch bo'yashi shariatimizga to'g'ri keladimi? Ya'ni bu savoldan tushunayotganimiz, haqiqatda bugun o'g'il bolalarning ichida xosatan o'sha sochlarni bo'yaganda ham, ya'ni ba'zida ola-bula qilib bo'yash, kuydirish hatto ba'zida deyshadi. Rang-barang qilib bo'yash, ba'zida ya'ni ko'rsangiz umuman rangini bir narsaga solishtirib bo'lmaydigan holatda bo'lib ketyapti. Haqiqatda o'zi shariat bunga nima deydi? Umuman erkak kishi soch bo'yashi joizmi? Joiz bo'lgan taqdirda uni chegarasi bormi? Shular haqida ma'lumot bersangiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va sahbihi va man valah. Va alaykumus salam va rahmatullohi va barakatuh. Soch bo'yash asli muboh amal, balki masalan soch soqoli oqargan odamni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zgartiringlar deganlar. O'zgartiringlar, bu rangdan oppoq bo'lib turganida o'zgartiringlar deganlar. Albatta qora rangdan boshqasida o'zgartiringlar deganlar. Qora rang haqida endi ixtiloflar bor. Aslida bu narsa muboh amal bo'ladi. Sochi oqargan odamlar o'zgartirishi. Lekin sochi oqarmagan yoshlar kofirlarga tashabbuh bo'lib, kofirlarga o'zini o'xshatib, kofirlardan taqlid qilishi mutlaqo durust emas. Yoki erkaklar ayollarga, ayollar erkaklarga bu narsalardan qattiq qaytarilgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam la'anallohu al-mutashabbihat minan nisa bir-rijal wal mutashabbihin minar rijal bin nisa deganlar. Ya'ni o'zini ayollarga o'xshatgan erkaklar, erkaklarga o'xshatgan ayollarni la'nat bo'lsin deganlar. La'nat ya'ni Allohning rahmatidan uzoq bo'lsin deganlar. La'nat og'ir gunohligini bildiradi. Yana bir hadisda man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum. Kim bir qavmga o'zini o'xshatsa, u o'shalardan deyilgan. Ulamolar aytadilarki, bu hadisning sharhida, ya'ni eng kamida kofirlarga o'zini o'xshatish harom amal. Eng kamida. Agar inson bilib turib qilsa, o'shalar dindan deb hukm qilinadi. Ya'ni bilib turib muhabbat bilan. Inson kofirlarga o'zini o'xshatish qayerdan kelib chiqadi? Ya'ni nima uchun islomda kofirlarga o'zini o'xshatmaslik kerak? Ularga taqlid qilishdan qaytariladi. Chunki bunda bir ichki mag'lubiyat bor, o'zini past ko'rish bor. O'zini madaniyatini, o'zini urf-odatini, o'zini yurish turishini kam tutish, past ko'rish bor. Mana shu kofirlarni o'zidan ulug' ko'rish borda. Mana shu jihatidan musulmonlar hatto mag'lub bo'lgan vaqtida ham Uhud jangida mag'lub bo'lishdi. Mag'lub bo'lgan vaqtida ham Alloh taolo aytibdi-ki, "Va la tahinu va la tahzanu." Sizlar past ketmanglar deyapti Alloh taolo. "Va antumul a'launa in kuntum mu'minin." Sizlar oliysizlar deyapti. Musulmonlar ko'p marta mag'lubiyatga uchragan. Salibchilardan, mo'g'ullardan ko'p mag'lubiyatga uchragan, lekin hech qachon ichki mag'lubiyat bo'lmagan. Bizdan bular afzal ekan degan tuyg'u kelmagan musulmonlarga. Nasoralar, salibchilarda bular bir dayus, ayoliga qizg'anmaydigan xalqlar, harom halol farqiga bormaydigan deb qarashgan. Oldingi mag'lubiyatlarda mo'g'ullardan mag'lub bo'lganda ham yana islom oyoqqa turib musulmonlar izzati bilan o'ziga qaytgan. Hozir ichki mag'lubiyat, ya'ni o'shalarni o'zimizdan afzal deb ko'rib qolish. Mana shu jihatdan qaytariladi. Yana inson qalbida o'shalarga muhabbat borligidan taqlid qiladi. Qanday muhabbat qiladi inson Alloh taoloni haqorat qilayotganlarni? Musulmonlarga qilayotgan ishlarni ko'rmayapmizmi dunyodagi? Inson tashqi tomoni o'zini o'xshatishi o'sha muhabbatga olib boradi yoki muhabbatdan kelib chiqadi. Yana bundan ham xatarlisi, kofirlarga o'zini o'xshatish bilan inson asta-asta
shularni dini to'g'rimikin deganga ham borib qoladi. Ayollar erkaklarga o'zini o'xshatishi yoki erkaklar ayollarga o'zini o'xshatishi. Bu Alloh taoloning taqdiriga e'tiroz. Sen meni noto'g'ri yaratding, ey Alloh, men erkak kishi bo'lishim kerak emas edi degan ma'noda yoki ayol kishi shunday deb e'tiroz bildirayotgan bo'ladi. Qattiq qaytarilgan bu ishlardan. Ya'ni xossatan shu yigitlar, ya'ni erkaklar ayollarga, ayollar erkaklarga o'xshatishi mumkin emas. Sochlarini turmaklashda ham, kiyim kiyishlarda ham, boshqasida ham kofirlarga ham o'zini o'xshatish mumkin emas. Mutlaqo. Xossatan bu bo'yashlar bugungi kunda aytganingizdek o'sha qaysidir sport sohasidami yoki o'sha behayolarcha bo'ladigan bir san'at deydigan nimalar o'shalarda bir artistlarga taqlidmi bo'lsa-da, endi yana bunga urg'ingiz shundan. Ya'ni mashshoqlar eng fojir odamlarga o'zini o'xshatish. Bu nima degan gap? Ya'ni o'zligini yo'qotish degani-da, bu o'zligi yo'q degani bu insonlar. Yoshlarimiz shunga qarab ketyapti, afsuski. Ya'ni shunday maydalashib ketilyapti. Islom jiddiy din. Jiddiy harakatga targ'ib qiladi islom. Oladigan narsalarimiz bo'lsa, ilmini olaylik. Rivojlanishini olaylik. Rivojlanish deganda buzilish emas. Ya'ni chinakam o'tirib, chinakam o'zini mahkam tutib, ilm olib xalqqa rivojlanish bersin yoshlarimiz. O'zi asli hozirgi rivojlanish, Yevropaning hozirgi rivojlanishi musulmonlar qurib ketgan ilmga asoslangan. Tabiiyki buni yashirishadi. Qaloqligimiz dinimizdan uzoqligimiz uchun. Dinimiz ilmga targ'ib qiladi. Bardoshli bo'laylik, ilm olaylik. Hunar, texnika o'rganaylik. Oldiga qarab rivojlanaylik, lekin buzuqlikka qarab emas. Fasod, bema'ni ishlarga qarab emas. Sochi oqargan inson, sochi oq tushib qariganda shuni xina bilan yoki shunga o'xshagan bir rang bor, shunga yaqinroq hadisda aytilgan, shu bilan o'zgartiradi. Turli tuman qilib o'zgartirish mumkin deyilgan bo'lsa ham asla, lekin kofirlarga o'xshatib qoladigan bo'lsa, o'shalardan ta'sirlanib qoladigan bo'lsa, bu harom amal kiradi. Eng kamida qaytarilgan amal kiradi. Ayollar erkaklarga, erkaklar ayollarga o'xshatib bo'yashi ham mumkin emas. Xulosasi shu. Allohu a'lam. Keyingi savol. Assalomu alaykum. Men Yaponiyada yashab ishlayman. Bitta xonada 5 kishi yashaymiz. Allohga shukr, namoz o'qiyman. Lekin xonadoshlarim aroq ichishadi. Ularni namoz o'qishga da'vat qilsam, meni yomon ko'rib qolishyapti. Ba'zilar namoz o'qishdan qo'rqishyapti ham. Bitta xonada aroq ichsa va men namoz o'qisam, namozim qabul bo'ladimi? Namoz o'qishga xonadoshlarimni da'vat qila olmayapman. Menga maslahat bering, debdilar bir ukamiz. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Namoz o'qish musulmonning asosiy farzi. Alloh taolo bundan ne'matdan sizni mahrum qilmasin. Mahkam bo'ling, mustahkam bo'ling. Buning uchun albatta inson mana shunday, ya'ni muhitdan ham uzoqroq bo'lish kerak. Iloji bo'lsa agar, imkon bo'lsa agar, mana shunday insonlar bilan turmagan yaxshi. Lekin sharoit majburlikdan bo'lsa, endi ularga xulq bilan da'vat qilish kerak. Hikmat bilan, o'zingiz namozlaringizda mahkam turib, ibodatingizda mahkam bo'ling, Allohdan panoh so'rang. Ularni ta'sir o'tib qolishi ham mumkin. Shu jihatdan aytdim, ya'ni uzoq bo'lish kerak deb. Ular bilan birga yashash majburiyati qilayotgan ishlariga rozilik keltirmasin qalbingizda. Oxiri borib ko'nib qolmang shu narsaga. Ya'ni oddiy ishdek bo'lib ko'rinmasin. Benamozligi ham, aroq ichishlari ham. Imkon boricha ularni bundan qaytarishim kerak. Albatta hikmat bilan, yumshoqlik bilan, chiroyli xulq bilan, amal bilan davom etish kerak buni da'vat qilishda. Qo'rqayotganlarga tushuntirish kerak. Nimadan qo'rqiladi? Ya'ni bu jinoyat ish emas namoz o'qish. Musulmonning eng birinchi farzi. Shu yo'llar bilan tushuntiriladi. Endi ana shu aroq ichayotgan vaqtlarida birga o'tirish mumkin emas. Ma'siyat bo'layotgan joydan uzoq bo'lish kerak inson. Alloh taoloning g'azabi keladi. Shuning uchun undan uzoq bo'lish kerak. Agar masalan, ya'ni ana shu kishi, ana shu birodarimiz so'zlashmay qo'ysalar, ta'sir bo'lish ehtimoli bo'lsa, so'zlashmay ham qo'ysinlar. Hajr deyiladi buni, hajr. Hajr degani hijron, ya'ni u bilan gaplashmay qo'yish, go'yo arazlagan kishiday bo'lib. Agar shuni ta'siri bor deb o'ylasalar, shunaqa yo'l tutsalar ham bo'ladi.
ustoz bu tarbiyaviy jihatlari albatta taqvosiga ta'sir qiladi, lekin umuman fiqhiy jihatdan o'sha aroq ichayotgan xonadonda namoz o'qishda o'qigan namozning hukmi qanday bo'ladi? Namozga ta'siri yo'q bu narsani. Modomiki shu namoz o'qiyotgan odamni kiyimiga yoki badaniga yoki shu namoz joy namoziga shu aroq tegmagan bo'lsa, u namozni durustligiga, namozda albatta boshqa shartlar topilsa, rukunlarni bajarsalar, namozga aloqasi yo'q bu narsani. Faqat o'zlariga, kiyimlariga, namoz o'qiydigan yerlariga shu narsa tegmasa bo'ldi. Keyingi savol. Behayo surat va videolarni ko'rish islomda taqiqlanganmi? Uni ko'rsa gunoh bo'lishi yozilganmi? Alloh taolo Qur'oni Karimda qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim va yahfazu furujahum. Mu'minlarga ayting, ko'zlarini quyi qilsinlar. Farjlarini, ya'ni zinodan saqlansinlar, haromdan saqlansinlar deyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, hamma a'zolarning zinosi bor. Hamma a'zolar zinosi bor, yozilgan. Ko'zlarning zinosi qarash dedilar. Qo'lning zinosi ushlash dedilar. Mana shu oyat kalima, hadis shariflar, yana bundan boshqa oyatlar, hadislarda shunday harom narsalarga qarash, shahvatini qo'ziydigan narsalarga qarash qaytarilgan, man qilingani tushuniladi. Harom qilingan bu narsalar. Suratlarni qayerda, qanaqa shaklda bo'lishidan qat'iy nazar, insonni shunday shahvatini qo'ziydigan suratlarga qarash mumkin emas, mutlaqo. Insonni o'ziga ham ta'siri bor bu narsani. Ya'ni harom narsaga yetaklaydi, harom narsaga insonni undaydi. O'zini ayoliga bo'lgan ko'ngli, o'zini ayoliga bo'lgan moyilligi yo'qoladi shu bilan. Shundan mahrum bo'ladi. Ya'ni haromga ko'ngil qo'ygan insonni Alloh taolo haloldan mahrum qilib qo'yadi. Mana shu tomondan ehtiyot bo'lsinlar. Yana undan tashqari ko'z ne'mati insonga berilgan katta ne'matlardan. Alloh aytayaptiki, la in shakartum la azidannakum. Qadrlasanglar ne'matni, ne'matni qadriga yetsanglar, shukr qilsanglar, ziyoda qilaman deyapti. Va la in kafartum inna azabi la shadid. Agar nonkorlik qilsanglar, azobim qattiq deyapti. Mizoji buziladi insonni. Ayoldan ko'ngilsiz bo'ladi, farzandlardan ko'ngilsiz bo'ladi. Umrida, rizqida barakasi ketadi. Harom narsalarga qarashlik. Bu uylangan insonlarga nisbatan. Hatto uylanmagan insonlar haromga jur'atlik qiladi insonni. O'zini ushlab turishlikni yo'qotadi. Shuning uchun bunday suratlarga hozir umuman uyga ham kiritmaslik kerak bunday filmlarda. Alloh muston balo bo'ldi hozir bu narsa uylarda ham, masalan, uy ichlariga kirib bosib kiryapti. Iloji boricha o'zini ham inson ehtiyot qilish kerak, farzandlarini ham ehtiyot qilish kerak. Farzandlari oldida mas'ul. Farzandlari haqida Allohning oldida mas'ul. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara. Alloh aytayaptiki, o'zlaringizni ham, farzandlaringizni ham jahannamdan saqlanglar deyapti. Otaning mas'uliyati. Allohu a'lam. Ya'ni bu narsalarga qarash mutlaqo mumkin emas. Keyingi savol. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Savolim quyidagicha. Ertug'rul G'oziy kim bo'lgan? Bugungi kunda tarixiy film olinyapti. Shunga asosan so'ralayotgan savol bo'lsa kerak. Ertug'rul G'oziy haqida Turkiyadagi o'sha Topkapı degan muzey bor. Shu muzeyda saqlanayotgan tanga, pul birligi bor, ya'ni. Shu tangada o'sha vaqtlarda chiqqan tangaga Usmon ibn Ertug'rul deb yozilgan. Shundan, ya'ni shu Usmon G'oziyni, Usmoniylar xalifaligini asoschisi Usmon G'oziyning otasi Ertug'rul deb bilinadi. Turklari o'zlarida ham, boshqa manbalarda ham u kishi vafot qilib ketgandan keyin 200 yillardan keyin yozilgan tarixlar bor deyshadi. Ya'ni tarixlar unaqa uncha ishonchli emas. Ya'ni bor narsa, bor ma'lum bo'lgan narsa shu Topkapıdagi muzeyda Usmon ibn Ertug'rul deb yozilgan tanga topilgan. Ana shu ikkita tanga saqlanadi. Bu kishi haqidagi ma'lumot shu. Keyingi savol. Red Bull, Flash kabi energetik, ya'ni quvvat oshiruvchi ichimliklarni ichish joizmi? Bu ichimliklarni zarari haqida hozir shunday, ya'ni mutaxassis odamlar buni zararlari haqida ko'p gapirishyapti. Ya'ni haddan ziyod shakar miqdori borligi ichida insonga qattiq zararlar berishi, ya'ni insonni shunga mukkasidan ketadigan qilib qo'yishi,
bundan boshqa ko'p zararlarni aytishyapti. Agar mana shu zararlar isbotlansa, isbotlangan ham, bunda ichish muboh bo'lmay qoladi. Bu narsalarni iste'mol qilmaslik kerak. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, la darara va la dirara. Inson o'ziga ham zarar berishi mumkin emas, boshqalarga ham zarar berishi mumkin emas. Shuning uchun bunday ichimliklardan zarari isbot bo'lgandan keyin bo'ldi, musulmon odam to'xtaladi bundan. Mumkin emas. Demak, o'sha illatidan kelib chiqib, uni sog'liqqa zararligidan boshqasidan kelib chiqib, bemalol aytish mumkin, tiyilish kerak undan. Shunday. Keyingi savol. Yigit kishi uylanish kerak bo'lgan muayyan yosh bormi? Ya'ni yigit kishi necha yoshda uylangani ma'qul deyaptilar. Ya'ni yigitlarning uylanishiga muayyan bir yosh tayin qilingan emas. Mana shu jinsiy tomondan qodir bo'lsa, undan tashqari yana shu mahr berishga qodir bo'lsa uylanish kerak. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yigitlarni uylanishga targ'ib qilganlar. Ya ma'sharash shabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Kim sizlardan shu uylanishga qodir bo'lsa degan so'z, ya'ni o'sha uylanishga deganda inson jasadiy tomondan qodirligi ko'zda tutilgan ko'proq, keyin o'sha mahr berishga qodir bo'lsa uylansin deganlar. Insonning qo'li kaltaligi bunga monelik qilmaslik kerak. Alloh taolo rizqini ochadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uylaninglar, ko'payinglar, men qiyomatda sizlar bilan faxrlanaman deganlar. Ulamolarimiz ya'ni bir ayolni mahrini berish, mahri ham naqd berilishi mumkin yoki bir muddat o'tib berilishi mumkin, kelishuvga bog'liq. Bir kiyim, bitta usti bosh olib berishga qodir bo'lsa, bir kunlik ovqatiga qodir bo'lsa, uylanish kerak deydilar. Endi Ibn Obidin aytadilarki, agar uylanmasa, harom yo'lga ketib qolish, zinoga yurib qolish xavfi bo'lsa, darrov uylanish kerak. Uylanishi farz bo'ladi. Uylanmasa gunohkor bo'ladi bu inson. Bu biz mazhab ulamolarining gaplari. Buni bir yoshi cheklangan emas. O'g'il bolalarga ham, qiz bolalarga ham. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qiz bolalarga nisbatan aytdilarki, agar sizlarga xulqi va dini sizlarni rozi qiladigan odam kelsa, beringlar dedilar. Bo'lmasa yerda fasod bo'ladi dedilar. Qiz bolalar ham sharti shu. Ya'ni mana shu jinsiy nimaga qodir bo'lsa, ana shunga qudrat yetsa, shuni ko'tariladigan bo'lsa, joiz. Shariatda ruxsat beriladi turmush qurishi. Ikkovsi ham yoshi muayyan bir yoshga belgilangan emas. Endi yoshlar bunga qudrat har xil, iqlimga qarab insonning har xil nimasi bo'ladi. Masalan, balog'at yoshi deymiz, iqlimga qarab o'zgaradi. Ba'zi bir issiq yerlarda ertaroq balog'at bo'ladi, ba'zi bir sovuq yerlarda kechroq. Ana shunga ko'ra. Ya'ni haliga aytganimizdek qodir bo'lsa uylanaveradi. Uylanish mustahab amal, sunnat amal. Keyingi savol. Assalomu alaykum ustoz. Yotgan holda Qur'on eshitsa bo'ladimi? Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytayaptiki, allazina yazkurunalloha qiyaman va qu'udan va ala junubihim va yatafakkaruna fi xalqis samawati val ard. Ya'ni Alloh taolo yaxshi mu'minlarni sifatlab, tik turganlarida ham, o'tirganlarida ham, yotganlarida ham Allohni yod etadilar. Allohni zikr qiladilar. Zikrlar ichida eng afzali Qur'oni Karim. Qur'oni Karimni har qanday holatda o'tirib, yotib, yonboshlab o'qisa bo'laveradi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni hatto Oysha onamiz aytadilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam menga suyanib Qur'on o'qidilar dedilar. Meni bag'rimga suyanib Qur'on o'qidilar dedilar. Men ana shunda hayz holatda edim dedilar. Ya'ni shunday, Qur'on o'qishlik doim o'qilaveradi. Inson qachon imkoni bo'lsa, yana hozir imkoniyatlar keng, iloji boricha inson ko'proq Qur'on o'qish kerak. O'qishga shuncha yengillik bor, ruxsat bor, eshitishga batariqa avlo, ya'ni shundaymi? Shunday, ha. Keyingi savol. Assalomu alaykum hurmatli Registon kanali mas'ullari. Savolim shundan iboratki, er va xotin birga bo'layotgan vaqtda farzand uyg'onib qolsa va ko'zingiz farzandga tushib qolsa, nima qilish lozim debdilar. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Er xotin o'rtasidagi munosabatlar iloji boricha alohida xonada bo'lishi kerak. Hazrat Umar ibn Xattob roziyallohu anhuning o'g'illari Abdulloh hatto emizikli bola bo'lsa ham boshqa xonaga olib chiqartirib qo'yardilar.
emizikli bola bo'lsa ham. Endi sharoitlar hozir qish kunlari, sharoitlar bo'lmasligi mumkin, boshqa iloji boricha bolalar uxlaganda ya'ni uzoq bo'lish kerak-da. Inson ustlarini bir narsa bilan yopib, masalan, ana shunday holda ham uyg'onib qoladigan bo'lsa, inson sezdirmaslikka harakat qilsin iloji boricha. Xosatan agar bola ajratadigan narsalarni ajratadigan bo'lib qolgan bo'lsa, ehtiyot bo'lsinlar. Ya'ni bu narsalar bolalar esida qolib ketadi. Navbatdagi savol. Assalomu alaykum. Bankda ishlash joizmi? Bankda ishlasa bo'ladimi? Deyaptilar. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Banklar asosiy riboga asoslanganda, sudxo'rlikka asoslangan. Riboni Alloh taolo harom qilgan. Riboni, sudxo'rlikni Alloh taolo harom qilgan. Ribo degan so'z ziyoda degani. Ya'ni islomda pulni jalb qilmaydi. Pulni jalb qilsa ribo bo'ladi. Ya'ni pulingizni bir joyga qo'yasiz, o'z-o'zidan pul jalb qilyapti. Bu harom. Pul ishlash kerak. Pulni olib bir kishi tijorat qiladi. Tijoratda xatarlarga kiradi yoki boshqa kasblar qiladi. Mehnat bilan, shunday yo'llar bilan, harakat bilan pul topadi. Pulni o'zi pul topish ribo bo'ladi. Yoki pulingiz bilan birovga sherik bo'lsangiz, ana shu sherikni qilayotgan xatarni ko'tarasiz. Zarariga sherik bo'lasiz, foydasiga sherik bo'lganidek. Ana shunday. Ya'ni kirim chiqim, zarar va foyda ana shunday bo'ladi. Pulni o'zi turib bu insonlarni iloji boricha kambag'allarni doirasini kengaytirib, hammani qarzdor qilib, pul egalari juda ham oz miqdorda qolib ketadi. Islomda pul hammani qo'lda aylanish kerak. Uning uchun pulni borib bir narsa sotib olish kerak. Pulni o'zi emas. Banklar riboga asoslangan. Riboni Alloh taolo Qur'onda harom qilgan. Hatto riboni Rasululloh mubiqotlardan, insonlarni halok qiladigan gunohlardan sanadilar. Shirk, sehr, shular qatorida sanaganlar. Ribo amalini. Riboni doirasini Alloh taolo juda ham toraytirgan. Ya'ni qanday toraytiradi? Ribo qilayotgan odamni o'zi emas, hatto riboga guvoh bo'lgan odam. Ya'ni hech qanday haq olmagan taqdirda ham. Ya'ni rozilik bilan guvohlik beryapti. Bir kishi birov bilan shu protsentga, ya'ni ribo qarzini berayotganda siz guvoh bo'lib qo'ying desa, xo'p deb guvoh bo'lib qolgan odamni ham la'natladi Rasululloh. Xuddi masalan aroq haqida 10 ta odamni la'natlaganlar. Uni aroqni siqib chiqargan, toshib kelgan, sotgan, yetkizgan, ichgan hammasini. Xuddi shuni singani riboni ham guvoh bo'lganlar, kotiblik qilganlar hammasini la'natlaganlar. Hatto ribo uchun shu joyini berganlar masalan. Albatta gunohi bir xil bo'lmasa ham, lekin riboga qatnashganlar hammasi gunohkor bo'ladi. Zaruriy holatlar, inson mana shu ishni qilmasa bo'lmaydigan holatlar, ya'ni boshqa hech qanday kasb-u kor topa olmagan holatlar bu bo'lishi juda nodir bunday holat. Oilasi bu yerda qolib ketayotgan, och qoladigan shunday zarurat holatlarni o'zini alohida o'rganiladi. Bir olim kishining oldiga borib, meni holatim mana shunday. Agar hozir bugun ishga bormasam shunday mahrum bo'laman degan o'zlarini shu u olimlar keyin ko'radi. Uni haqiqatda zarurat holati bo'lsa, zarurat holati bundan istisno. Lekin umumiy holatda, bunday holatlarda, bunday o'rinlarda ishlamaslik kerak inson. Keyingi savol. Assalomu alaykum. Bomdod namozini o'qimagan kishi imomga o'tsa bo'ladimi? Namozda imomchilik qilsa bo'ladimi deyaptilar. Menimcha bu bomdod o'qimagan, nimadir sababga ko'ra, lekin peshin namozga imomga o'tishga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Shunday vaziyat so'ralayotgan bo'lsa kerak. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Namozlar, qazo namozlari tartib bilan o'qiladi. Bir inson bitta namozni qazo qilsa, birinchi ana shu namozni o'qish kerak. Bomdod namozini qazo qilib qo'ysa, peshin namozdan oldin bomdod namozini o'qib olish kerak. Faqat 3 holatda ya'ni tartib shart emas. Birinchi holat peshin namozining vaqti chiqib ketib qolyapti yoki unutib qo'ydi bomdodni o'qimaganligini. Uchinchisi qazo namozlari 5 vaqtidan oshiq bo'lsa, 5 ta namoz qazosidan ko'proq bo'lsa, bu ham tartib bilan o'qish shart emas.
Undan boshqa insonlar albatta qazo qilsa birinchi bomdodni o'qiydi, undan keyin peshin namoziga kirishadi. Bomdod namozini o'qimagan odam, ya'ni albatta uzrli bo'lgan bo'lsa, uzrli bo'lib, o'zi asli beparvolik bilan bo'lmasligi kerak bu. Imomlikka, peshin namoziga imomga o'tishlik joiz. Lekin ba'zi odamlarni eshitamiz, mana shu o'rinda bir eslatma. Ya'ni insonlar o'rtasida masjidga borganda imomga o'tkazishadi, imom bo'ling deb. Lekin o'zlari bomdodga beparvo. Bomdod namozi eng muhim tarozlardan biri. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bomdod namozi haqida alohida targ'iblar qilganlar, bomdod namoziga beparvolik haqida alohida tahdidlar qilganlar. Bomdod namozini o'qigan odam Allohning zimmasida bo'ladi dedilar. Allohning himoyasida, ya'ni. Allohning himoyasi, kim bomdod namozini o'qisa, munofiqlikdan, do'zaxdan panoh bo'ladi. Jannatga kirishi kafolatlanadi. Man sallal bardayni dakhalal janna. Bomdod namoziga farishtalar guvoh bo'ladi. Bomdod namoziga farishtalar va Qur'anal fajr inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Qur'onul fajr ya'ni bomdod namozi bu yerda maqsad. Fajrdagi Qur'on deyilyapti, tongdagi. O'sha Qur'ondan maqsad namoz, bomdod namozi. Bomdod namoziga farishtalar hozir bo'ladi. Tungi va kunduzgi farishtalarning almashish vaqti ham shu bomdod vaqtida. Farishtalar Allohning oldiga borganda, bandalarim nima qilayotganini deganda, farishtalar aytishadi. Borsak ham namoz o'qiyotgan edi, qaytayotganimizda ham namoz o'qirdi deb. Bomdod bilan asr namozi ya'ni. Sahobalar aytadilarki, munofiqligi aniq bo'lgan odamlar jamoatga kelmasdi dedilar. Bomdodni bu yerda jamoatini aytilyapti. Qazo qilish emas mutlaqo, jamoatga. Ba'zi sahobalar aytadilarki, xuftan namozi, bomdod namoziga chiqmagan odamga shubhalanardik deyishadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bomdodning 2 rakat sunnati haqida, farzini qo'y, 2 rakat sunnati haqida aytdilarki, rak'atul fajri khayrun minad dunya va ma fiha. Bomdodning 2 rakati dunyodan ham, dunyodagi narsalardan yaxshi dedilar. Farziga nima deyish mumkin inson? Yana bir hadisda aytdilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namoz vaqti bo'lganda buyurardim, xohlardimki bir insonga buyursam, namozga takbir aytib, yana bir insonga bo'lib imom bo'lib o'qisa, o'zim bir jamoat odamni olib namozga kelmayotganlarni uyini yoqib yuborsam deb orzu qilaman deganlar. Ya'ni shunday tahdid qilyaptilar namozga bormagan odamlarni. Shuning uchun ya'ni bomdod namoziga xosatan ahamiyat berish kerak. Jannatda beriladigan eng ulug' ne'mat Alloh taoloning jamolini ko'rish. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarida bomdod namozi bilan asr namozini mahkam qilib yurgan odamlar albatta Alloh taoloni ko'radi dedilar. Sizlar Alloh taoloni ko'rasizlar, xuddi oyni ko'rgandek ko'rasizlar. Shunday oyni ko'rayotgan vaqtida bir-biringizga xalaqit qilmay ko'rasiz oyni, to'g'rimi? Alloh taoloni mana shunday ko'rasizlar dedilar. Agar tongi namoz, quyosh botishidan, quyosh chiqishidan oldingi namozlarni qo'ymay qilib yurishga imkon topsanglar shuni qilinglar dedilar Rasululloh. Insonga bundan oshiq baxt bormi? Yana bir hadisda aytilyaptiki, Rasulullohdan so'raldi. Namozga turmay uxlab yotgan odam haqida so'ralganida, "Zaka rajulun bala shaytonu fi uznihi" dedilar. Bu insonning qulog'iga shayton bavul qilgan dedilar. Ya'ni mana shunday og'ir gaplar gapirdilar. Shuning uchun bomdod namozining alohida o'rni bor. Allohu a'lam. Xo'p, keyingi savol tahajjud namozi o'qish haqida tushuncha bersangiz debdilar. Tahajjud namoziga savol-javob dasturini birinchi sonda javob berilgan, shundan javob topishingiz mumkin. Undan keyingi savol: Assalomu alaykum. Men sentyabr oyini o'rtasida uylandim. Ayolim bilan masjidga borib nikoh o'qitdik, lekin men mahr bera olmadim. O'sha kuni bo'ynimda mahr qarz bo'lib qoldi, lekin ayrim sabablarga ko'ra ayolim bilan to'yimiz kuniyoq to'ydan so'ng bizni ajratishdi. O'sha kundan beri biz birga yashamadik. Ayolimga yaqinlik qilmadim. Biz inshaalloh yashamoqchimiz. O'sha o'qitgan nikohimiz buzilganmi yoki yo'qmi? Lekin men taloq so'zini ishlatmadim va hayolimdan ham o'tkazmadim. Iltimos, shunga aniqlik kiritib bersangiz deyaptilar. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Bu masalani ya'ni har ikki tomon va ikki tomonning valilari bir shahardagi ahli ilmning oldiga borib 100% hal qilinadigan masala.
ya'ni bu fiqhiy masaladan ko'ra ko'proq, ya'ni qozilik masalasiga o'xshayapti. Shuning uchun buni yuzma-yuz hal qilish kerak. Ikki tomonni eshitib ko'radi. Shu olim kishi eshitib ko'rib, ikki tomonga qarab, keyin javob berib, shunga qarab hal qilinadi. Vallohu alam. Endi bu shu yerda bir narsa, uylanayotgan yigitlar, faqat bu birodarimiz emas, sababchi bo'ldilar, Alloh rozi bo'lsin. Umuman uylanayotgan yigitlar mahr haqida, taloq, nikoh masalalari haqida shularni o'rganib olishlari farz ayn. Ya'ni eng kamida o'zimiz lug'atda yozilgan kitoblardan bo'lsa ham yoki ustozlarga murojaat qilib bo'lsa ham nikoh haqidagi, mahr haqidagi, taloq haqidagi, yana boshqa shu er-xotinlik masalasiga taalluqli masalalarni bilib olishlari farz ayn bo'ladi. Bunga beparvo bo'lmasinlar. Bu ibodatning bir turi bu ham. Vallohu alam. Ustoz, bu bugun ko'rsatuvdagi so'nggi savolimizda. Alloh taolo rozi bo'lsin. Alloh taolo yaxshi mukofotlar bilan mukofotlasin. Aziz tomoshabinlar, mana bugun Alloh taolaning tavfiqi bilan navbatdagi savol-javob dasturini yakunladik. Sizlardan yana savollar kutib qolamiz. Alloh taolo foydali ilmga hammamizni muvaffaq qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.